Assalomu alaykum do'stlar. Demak, yangi bo'limni boshlaymiz sizlar bilan. Bu nevrologiya va neyroanatomiya. Bundan oldin splanxnologiya va angiologiya bo'limlarini ko'rib o'tdik. Galdagi bo'limimiz aytib o'tganimdek nevrologiya. Bugun gaplashadiganimiz xudo xolasa nevrologiyaga kirish, bundan tashqari orqa miya anatomiyasi haqida ham endi to'liq bo'lmasa ham ulgurganimizcha gaplashamiz. Lekin orqa miyaga ham kirish qilishimiz kerak. Nevrologiya bu nima? Nevrologiya bu butun bir tanamizni regulyatsiya qilish, boshqarishda asosiy qatnashadigan yoki asosiy boshqaradigan tizim hisoblanadi va buni biz klassifikatsiyasi sifatida o'rganadigan bo'lsak, bu anatomotopografik hamda funksiyasiga ko'ra ikki xil klassifikatsiyaga bo'lishimiz mumkin. Buni birinchisi anatomotopografik jihatdan markaziy hamda periferik nerv sistemasiga bo'linadi. Markaziy nerv sistemasi bilamiz, bu bosh va orqa miyani o'z ichiga olsa, periferik nerv sistemasi kranial hamda spinal. Ya'ni kranial va spinal nervlarni o'z ichiga oladi. Buni yozib qo'yish kerak. Markaziy nerv sistemasi bu bosh miya va orqa miya. Bosh miya va orqa miya. Bular markaziy nerv sistemasi hisoblanadi. Periferik nerv sistemasi bu nervlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni kranial nervlar, ya'ni 12 juft kranial nerv hamda 31 juft spinal nervni o'ziga oladi. Ya'ni markazdan chiqib ketayotgan nerv nazarda tutilyapti bu yerda. Bundan tashqari, endi bu tushunarli. Funksiyasiga ko'ra somatik hamda avtonom nerv sistemasiga bo'linadi. Somatik bu bizning ixtiyorimizga bo'ysunadigan nervlarni biz somatik nervlar yoki animal nervlar deyiladi. Ya'ni animatsiya, harakat, ya'ni bizning harakatimizga demak bo'ysunadigan, ya'ni bizning boshqaruvimizga bo'ysunadigan somatik. Avtonom bo'lsa bu noixtiyoriy, ya'ni hayotiy muhim organlar funksiyasini boshqaradigan avtonom nerv sistemasi. Ya'ni buni vegetativ nerv sistemasi deymiz. Simpatik va parasimpatik nerv sistemalaridan tashkil topgan. Ya'ni hayotiy muhim organlar deb bekorga aytib o'tmadim. Masalan, bu bo'lishi mumkin yurakdan boshlab ichki organlar, yurak faoliyati, ichki organlar yoki buni gastrointestinal traktimiz deb atashimiz mumkin. Ya'ni bular hech qaysi bizning ixtiyorimizga bo'ysunmaydi. Gastrointestinal trakt yoki umuman splanxnologiyada o'rgangan barcha organlarimiz desak ham bo'ladi. Endi barcha organlar bu nisbiyroq 90-95% organlar. Ter bezlari funksiyasi, umuman bezlar funksiyasi deb qo'ysak bo'ladi. Nafaqat bu bezlar deganda bu faqat ter bezlari emas, balki endokrin bezlarini ham nazarda tutishimiz mumkin. Yozib qo'yaylik, endokrin bezlarini ham, endokrin. Mana shularda demak muhim hayotiy organlarni boshqarishda qatnashadi. Va endi yana bir narsani o'rganib ketishimiz kerak bu yerda. Neyronlar necha xil va ular qanday degan savolga javob berib ketishimiz kerak. Chunki hozir orqa miya o'rganayotgan vaqtida ishimiz tushadi bunga. Demak, neyronlar 3 xil neyron bor. Ba'zi manbalar 4 xil, yo o'zi aslida 4 xil. 4-xili bu unipolyar neyron deyiladi. Hozir gaplashamiz bularni. Demak, birinchi xili multipolyar neyronlar. Multipolyar neyronlar histologik jihatdan mana bunaqa shaklda tuzilgan bo'ladi. Bular bosh miyaning po'stoq qismi hamda orqa miyaning harakatlantiruvchi nervlarning asosiy qismini tashkil qiladi multipolyar neyronlar. Ya'ni bularni ko'radigan bo'lsak tuzilishini do'stlar, mana bu yerda ham tana qismi va tanadan chiqib ketadigan bir nechta dendritlar, ya'ni bir qancha dendritlardan tashkil topgan. Ya'ni ba'zi manbalarda aytiladi, bitta aksonga 10 ta dendrit to'g'ri kelishyapti. Ya'ni 1:10 nisbatda. Endi bu nisbiyroq ozgina va uzun aksondan tashkil topgan. Bu uzun akson terminal uchlarni hosil qilib tugaydi. Terminal uchlar, ya'ni mana bunaqa keladi, terminal shaklda tugaydi. Ya'ni buni terminal presinaptik uchlar deb ataladi. Terminal presinaptik uchlar. Xo'p. Bu multipolyar neyron asosiy demak joylashgan markazda bu
po'stloq va orqa miyaning harakatlantiruvchi nervlardir. Pseudounipolyar neyronlar. Pseudounipolyar neyronlar bular orqa miyaning sezuvchi shoxlarini tashkil qiladi. Ya'ni kelayotgan sezgilarni, ya'ni multipolyar neyronlar tuzilishi jihatdan ko'radigan bo'lsak, T shaklida tuzilgan. Mana shunaqa shaklda tuzilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda dendrit, tana qismi va terminal hamda akson qismlarini tashkil topgan. Mana shunaqa shaklda. Ya'ni bu yerda alohida tana va ikkita tomonga ketgan dendrit hamda aksonni ko'rishimiz mumkin. Bu pseudounipolyar neyronlar sezgi deganda nafaqat og'riq, harorat, bosim hammasini o'z ichiga oladi. Ya'ni sezgilarni o'z ichiga olayotgan. Bipolyar neyronlarimiz. Bipolyar neyronlar bular asosiy mana bu demak vestibulyar tizim desak ham bo'ladi. Vestibulyar yoki ko'ruv tizim desak ham bo'ladi. Ya'ni vestibulyar bu eshitish va ko'ruv tizimini asosiy qismini tashkil qiladi. Mana bunaqa shaklda joylashgan bo'ladi. Bipolyar, ya'ni ikkita qutbli degani. Mana korpus tana qismi, presinaptik terminal qism, akson qism, mana bu akson va dendritlardan tashkil topgan. Xuddi mana shunaqa shaklda joylashgan bo'ladi-da. Mana shunaqa shaklda joylashgan bo'ladi. Ya'ni bu asosiy joy aytdim, ko'zda, quloqda, quloq eshituv markazlarida joylashgan bo'lar ekan bu. Xo'p, bu histologik jihatdan va yana unipolyar neyronlarimiz bor. Bular embrional vaqtida bo'ladi. Embrional vaqtda. Unipolyar neyronlar. Unipolyar neyronlar keyinchalik bipolyar, pseudounipolyar neyronlarni hosil qilishda qatnashib ketadi. Bu qisqacha edi. Endi hozir sizlar bilan orqa miya anatomiyasi haqida gaplashamiz.